Qonunchilikdagi yangiliklar. Pensiya va nafaqalar 1-yildan ish haqqi va stipendiyalar 1-avgustdan 10% ga oshiriladi. Prezident farmoniga muvofiq 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Yoshga doir eng kam pensiya 918 ming so'm, nogironlik pensiyasi 1 12 ming so'mni tashkil etadi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzand uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. Bazaviy miqdorlar ham o'zgargan. 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm etib, 2025-yil 1-avgustdan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 271 ming so'm etib, bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm etib belgilangan.